بسم الله الرحمن الرحيم. رجع بخفي حنين. Hunaynning ikkita shippagi bilan qaytdi. Bu maqol. Endi mana shu maqolni qissasini o'qiymiz. To'yib. رجع بخفي حنين هي قصة تناقلتها الأجيال منذ القدم. Hunaynning ikkita shippagi bilan qaytdi. U shunaqangi qissaki, avvalgi, ya'ni qadimdan beri avlodlar uni bir-birlariga naql qilib kelgan qissadir. وأصبحت قصة عاد بخفي حنين تؤخذ على أنها مثل يقال عن الشخص الذي فشل في تحقيق أمر ما، أو عن شخص لم يتعب نفسه من أجل المقاومة على ممتلكاته فضاعت منه. Hunayn ikkita shippagi bilan qaytdi qissasi e'tiborga olinadiki, u aytiladigan maqol qilib e'tiborga olinadi. Ya'ni shunaqangi aytiladiki, to'g'rirog'i shaxs haqida. U shunaqangi shaxski, biron bir ishni amalga oshirishlikda fashila, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Yoki shunaqangi shaxs haqida aytiladigan maqolki, u shaxs o'z nafsini charchatmagan. Ana shu mumtalakat, ya'ni o'ziga egalik qiladigan mulklari da o'sha mulklarini da kurashish, ya'ni qarshilik ko'rsatishlik uchun o'z nafsini charchatmagan. Va natijada undan ana shu mulklari, ya'ni egalik qiladigan narsalari undan zoye bo'lgan, ya'ni yo'qolgan paytda ishlatildi. Shu shaxsga nisbatan ishlatildi. Batolul qissani qahramoni kana yusamma Hunayn. Hunayn deb ismlanar edi. Va kana iskafiyan. Va u etigida o'zi edi. Va kana ya'mala sani'a ahzi, va poyabzallarni yamavchi bo'lib ishlar edi. Kama annahu kana min al-Iraq. U Iroqdan bo'lgani kabi, ya'ni iroqlik edi u. Va kana ya'mala bijiddin fi sana'ati al-ahziya. Ya'ni oyoq kiyimlarini yamashlikda jiddu jahd bilan ishlar edi. Hatta annahu za'a saytuhu. Hattoki uni sit, ya'ni obro'si hamma joyga tarqab ketdi. Va antashara baynan nas, insonlar o'rtasida tarqaldi. Va kanat bida'atuhu laysa laha mathil. Uni tovarlarining o'xshashi yo'q edi. في يوم من الأيام kunlardan bir kun talaba a'rabiyyin min Hunayn. Arabi Hunayndan talab qildi, so'radi, an yuriyahu ma ladayhi min ahziya. U, ya'ni Hunayn unga, ya'ni mana shu Arabiyga o'zidagi poyabzallaridan bo'lgan narsani ko'rsatishligini talab qildi, so'radi. Fa akhraja lahu Hunayn jami' al-ahziyati al-mawjudati 'indahu. Va Hunayn ham o'zida mavjud bo'lgan poyabzallarni barchaligisini chiqardi, akhraja. وبدأ الأعرابي ينظر إلى الأحذية التي يصنعها حنين مبهورا في طريقة صنعها. Arabiy ham boshladiki, nimani? Qaray boshladi. Qaray boshladiki, nimaga? Hunayn nima? O'sha poyabzallarni yamashlikdagi kishini ko'zini qamashtiruvchi shaklda o'sha yamayotgan poyabzallarga qaray boshladi Arabiy. Va ulardan poyabzallarni biridan juda ko'p ajablandi. Va sa'ala Hunaynan an si'ri al-hiza. Va Arabiy Hunayndan poyabzalni narxi haqida so'radi. Va min tham, va ana shu paytda jalasa yusawimu Hunaynan ala as-si'r. Va Arabiy Hunayn bilan narx ustida savdolashib o'tirdi. Vajalasa vaqtan tawila, uzoq vaqt o'tirdi. Hinaha, ana shu paytda kana yaji'u an-nas ila al-mahall. Insonlar do'konga kelar edi. Va la yahtammu Hunaynun bihim. Hunayn esa ularga e'tibor qaratmas edi. Fa iza bihim yadhhabuna duna shira'. Qachonki ular sotmasdan ketgan, ya'ni sotib olmas, hech narsa savdo qilmasdan, duna shiro degani savdoda, ya'ni biron narsani sotib olmasdan insonlar ketardi. Kanat al-mufajja'a,
va to'satdan bir narsa sodir bo'ldiki, ya'ni a'robiy xaraja duna an yashtari al-huffayn. Ana shu ikkita poyabzalni sotib olmasdan chiqib ketib qoldi. وكان ذلك بعد أن وصل إلى سعر يرضي الطرفين. Ana shu narsa, ya'ni arabiyni ikkita xuffayn, ya'ni ikkita shippaklarni sotib olmasdan chiqib ketishligi u ikkovlari ikkala tarafni ham rozi qiladigan bir narxga kelgandan keyin bo'ldi. Lekin arabiy lam yashtari, o'shanda ham sotib olmadi. Al-amr, mana shu ish adda ila istishatati ghadabi Hunayn kaseeran. Ana shu Hunaynni g'azabini juda ham ko'p qaynashligiga olib keldi. وجلس حنين حزينا على ما فات عليه من زبائن وبيع بسبب هذا الأعرابي. وحنين undan klientlar, zaba'in va mana shu a'robiy tufayli sotuvdan o'tib ketgan narsaga mahzun bo'lib o'tirdi. بعد مدة من biroz muddatdan so'ng جاءت على بال حنين فكرة va birozdan so'ng Hunaynni xayoliga bir fikr keldiki, بأن يقوم بالانتقام من هذا الأعرابي الذي استخف به. Mana shu a'robiydan u qanaqa a'robiy? U a'robiyning sifati borki, uni mensimagan yoki unga iltifotsizlik ko'rsatgan, ya'ni e'zozlamagan. Ya'ni nima desa bo'ladi? Shunaqada mensimagan a'robiydan o'ch olishlikni bajarish fikri keldi. فذهب في طريق الأعرابي آخذا معه الخفين اللذين أعجب الأعرابي. Hunayn a'robiyni yo'lida o'zi bilan birgalikda a'robiyni ajablantirgan ikkita shippaklarni ko'tarib ketdi. وقام بإلقاء الخف الأول في طريق الأعرابي. وقامani ichida huwa bordi. O'sha huwa Hunaynga qaytadi. Hunayn avvalgi shippakni a'robiyni yo'liga tashladi, uloqtirdi. بينما كان الأعرابي يسير في الطريق. a'robiy yo'lda sayr qilib turgan paytda فإذا به يصطدم بالخف الأول فأمسكه متعجبا بأن هذا الخف الذي أعجبه ولكن ما فائدته فهو وحيد وتركه وأكمل طريقه. وش birinchi shippakka nima duch keldi, ya'ni urilib ketdi, yastaqim. Qachonki urilib ketganda فأمسكه, uni ushladi. Ya'ni a'robiy ana shu shippakni ushladiki, taajjublanib. Mana shu bir poy shippakdan. Shunaqangi bir poyki uni ajablantirgan. Lekin uni nima foydasi borki, yolg'iz bo'lsa, ya'ni bir dona shippak bo'lsa, ya'ni bir poyi bo'lsa, va tarakahu va akmala tariqahu, va uni qoldirdi, otib yubordi va nima yo'lini davom ettirdi. Yo'lini akmala davom ettirdi. Ba'da an salaka masafatan ukhra min at-tariq, yo'ldan boshqa bir uzoq masofani yurgandan keyin qama Hunayn bi ilqa'i al-khuff ath-thani fi at-tariqi. Ya'ni Hunayn ikkinchi poyini, shippakdan ikkinchi poyini yo'liga, ya'ni a'robiyni yo'liga uloqtirdi. Uloqtirishni bajardi, ya'ni uloqtirdi-da. Fa indama ra'ahu al-a'rabi, uni ko'rganda aada min ajli an ya'khudha al-khuff al-akhar, boshqa qoldirib ketgan poyini olish uchun qaytdi. Va yusbiha ma'ahu khuffayn. U bilan birgalikda, ya'ni a'robiy bilan birgalikda ikkita shippak birgalikda jamlanishligi uchun, ya'ni birga bo'lishi uchun. Ikkita shippak bo'lishi uchun so'zma-so'z tarjima qilsa, asbaha bo'lmoq. Fi zalika, ana shu paytda va qaytish asnosida Hunayn a'robiy tijoratdan karvonidagi ko'tarib yurgan narsalarni olib qo'ydi. Olishni bajardi, ya'ni olib qo'ydi. Hop, u tijorat, ya'ni ko'tarib yurgan narsalari nimadan iborat edi? Min ba'ir, ya'ni tijorat, karvondagi tijoratdan iborat, va ba'ir bo'lsa tuyadan iborat. Va mahsulat o'sha mahsullardi, ya'ni ziroat masda, balki mahsulat hosillar deylik, va g'ayriha, va boshqa narsalardan iborat bo'lgan narsani olib qo'ydi Hunayn. Va indama, ana shu paytda, ya'ni a'robiy qaytgan paytda u
karvonda ya'ni karvonini topmadi va ana shunga juda qattiq mahzun bo'ldi va o'z qishloq ahliga qaytganda va qishloq ahllari undan A'robiydan so'raganda u nima olib kelgan ekanligini A'robiy debdiki, men Hunaynni ikkita shipaklari bilan qaytdim. Ya'ni hech narsasiz qaytdim ma'nosi bo'ladi. Va mundu zalikal hin, ana shu paytdan beri mana shu maqol bo'lib qoldiki, insonlarni tilida har biron bir ishni bajarishda muvaffaqiyatsizlikka uchragan kimsalarga da naql qilinadigan bo'lib qoldi.